Bizda bugun battle 2015 va 2016 yilda tug'ilgan tarbiyachilarimiz Ramizxon va Ali o'rtasida bo'lib o'tadi. Va birinchi mashqimiz 1-ga 1 deb ataladi. Hozir birinchi vaziyatda Ramizxon himoyalanadi, Ali hujumda. Albatta gol, bitta golga bitta ball, ya'ni bitta ochko berib boriladi. Kuzatib boringlar, qiziq bo'ladi. Yarmishda ketdik. Yaxshi. Demak, 1-ga 1dan keyin hisob ochilmadi. Ikkalasi ham vaziyatlardan unumli foydalana olmadi. Hozircha hisob 0-0. Ko'rishda kuzatishda davom etamiz. Keyingi mashqimiz esa undan ham qiziqroq. Demak, ikkinchi mashqimizda uzoqdan olis masofadan beriladigan zarbalar. Ko'ramiz kimni qo'li baland kelarkan, Ramizxon yoki Ali. İkinci papik. Bitta, ikincisi udar. Keyingisi. İkinci şartdan keyin Ramizxon Bruno hisobida oldinda ketmoqda. Bizda hozir esa 3-shart, so'nggi shart. Ko'ramiz bunda kim oxir oqibatda g'olib bo'lar ekan va sovg'ani kim olib ekan. Kuzatishda davom etamiz. Demak, bizda 3-so'nggi shart. So'nggi shartimizda bizni yosh tarbiyalanuvchilar darvozabon bilan yakkama-yakka holatga chiqib, 1-ga 1 deymiz xalq tilida. To'plarni ko'proq darvozaga kirishga harakat qiladi. Ko'p gol urgan yutadi. Kuzatamiz. Ketdi, ya'ni ikkita imkoniyatim bor. Kiyunul va Ramizxon 3-imkoniyat. Hozir ikkita 1-ga 1 vaziyatdan ikkitasini yaxshi yakunladi. 3-chisini kuzatamiz. Ramizxon, tayyormisan? Senga omad bo'lmasa. Aha, gol. Demak, so'nggi shartimizda hozircha hisob 4-0. Ali hisobni qisqartirishga harakat qiladi. Ko'ramiz, Ali, senga omad. Demak, bugungi battle'imizda, bugungi jangimizda g'olib nomi aniqlandi. Bu esa Ramizxon, tabriklaymiz. Ramizxonga albatta klubimiz nomidan ajoyib sovg'alarimiz bor. Aliga esa ishtirok uchun kattakon rahmat aytamiz. Ali, xafa bo'lmadingmi? Hammasi yaxshimi? Qizg'in, keyingisida yutishga harakat qilasana. Hali raqiblar ko'p bo'ladi, hali bunaqa challengelar ko'p bo'ladi. Demak, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali sizlar uchun qiziqarli kontentlar, qiziqarli videolar juda ko'p joylashtiramiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat.